hammani ayol kishini ham o'zini yaxshi taraflari bo'ladi, minus taraflari bo'ladi. Idealnisi yo'q bu dunyoda. Menda ham, erkaklarda ham idealnisi bo'lmaydi. O'zini yaxshi tomonlari bo'ladi va minus tomonlari bo'ladi. Sayohatda bekita olmaysiz-da. O'zi ko'pchilik aytadi. Sayohatda bilinadi. Agar ikkita narsa oldi berdida, do'stligini bilmoqchi bo'lsang, birga sayohat qil va oldi berdi qil. Ikkala sinovdan o'tsa, bo'ldi. Prям oldingdan ketqizma bo'ldi. Atnashingdan uzib yuborma. Shunaqa. Ayol kishi ham xotin ham bitta do'stda. Xuddi shunaqa. Safarda juda sinaladi va tez kechiriladi va bir-biringizga shunaqa tez adaptatsiya qilasiz, suyanasiz. Har xil nestandartniy holatlar bo'ladi, nekomfortniy holatlar bo'ladi. O'sha payt bir-biringizni podдержка qilasiz. Anu 1 yil barobar 10 kun sayohat. Tushundingizmi? 10 kun sayohatda anu 1 yilda bo'lgan xatolar bor-ku, 10 kunda qilib yuborasiz. Sraz kechirib yuborasiz. Bo'lishi shu ekan. Va eng yaxshi taraflari bor u pazandami, chaqqonmi, dunyoqarashi bumi, o'qiganmi, nima kitoblar o'qigan, qanaqa 10 kun ichida bilib olasiz. Road trip qildik. Road trip ichida hamma narsalarimiz bo'ldi. Tez. Express. Tushunyapsizmi? Bo'ldi. Mana shu baxtga kafolat deyapman-da. Kechiriladi. Baba ajralish minusdan bo'ladi-ku. Ya'ni minusini bilib qolgandan keyin bo'ladi-yu.